Neymar o'ziga yangi jamoa topdi. Endi esa biz ham uni o'yinini stadiondan ko'rsak bo'ladi. Hoziroq Jonim futbolim kanaliga obuna bo'lib qo'ying, chunki so'nggi futbol yangiliklar birinchi bo'lib bizda chiqadi. Bilasizlar, qishda braziliyalik o'zining birinchi jamoasi ya'ni Santosga qaytib kelgan edi. Va u yerda har doimdek ko'p jarohat olganligini hisoblamasak, maydonda o'zini yaxshi ko'rsatdi. Ammo yaqinda uni jamoasi bilan shartnomasi yakunlandi. Shuning uchun hozirda Fenerbahchening bosh murabbiyi Jose Mourinho uni o'z jamoasiga taklif qilmoqchi. Agarda Neymar rozi bo'ladigan bo'lsa, keyingi yil uni Chempionlar Ligasida ham ko'rsa mumkin. Braziliyalikdan tashqari Jose yana o'ziga tanish bo'lgan yulduziy ikkita o'yinchini o'z jamoasiga olib kelmoqchi. Ammo ular haqida batafsil ma'lumotni bizni Telegram kanalimizda bilib olsangiz mumkin. Siz esa Neymar o'rnida bo'lganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Futbol esa milliy kola bilan mazaliroq. O'zimizni milliy ta'mimiz milliy kola.